Bütün ömrünüzü yiyimiz endi Bibi sizin. Ochmayapti Ravish aka, men ochmayapti. Kuni bilan shuni temasi bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshi. Va alaykum assalom, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi. Rahmat, siz yaxshimisiz? Bo'ladi, Xudoga shukr. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi. Bugun kuni bilan shuni temasi bo'ldi. Ochishmadi bizni. Ochmadi? Ha. Ravish aka, Yo aka. nonlar ham qotib qoldi. Qo'y olingan. Aytaman-da. Kecha Uzebek aka ochaman deb o'tirdi-ku, ochmabdimi? Ochmabdi. Ha. Efirga kiribdimi o'zi? Efirga? Kecha 1 soat kirib o'chirdi. Nimadan keldi deb. Kecha anday deb o'tirishdi, uni ichgan deb o'tiribdilarmi? Men ko'rmadim uni efir ochganini. Ichmaydi-yu. 1 soat ochdi, o'chirdi, mast edi u deyishyapti. Sarvar aka nima bilan? Qayerda Sarvar aka ko'rinmaydi-yu? Kimga podrisa qildim? Hozir men Sarvar aka podrisa qilaman, sizga qildimmi? Ha, menga qildingiz. Ha. Rasmlaringiz o'xshab ketadi. Hozir podrisa qildim. Shu yerda o'tirib ana keldi. Keldimi? Ha. Meni oling yetib kelibsiz. Sarvar aka qaraysiz. Charchamayapsiz. Rahmat. Xudoga shukr, yaxshi. O'zinglar qaraysizlar? Zo'r. Men hali ismimni yozishga ulgurganman, voqea kelib o'tirib. Nima gap? Ravish o'zi zo'rmi? Tinch, rahmat. Shu ishlar bilan yuribman-da aka. O'zinglar qalaysizlar? Musofir yurtda charchamayapsizlarmi? Rahmat, yuribmizda ishlab, sekin-sekin. Ishlash kerak, ishlash kerak. Bola chaqa boqish kerak. Shunday. Bizga nima gaplar bo'lyapti? Menda tinch aka, tinch shu ishlarim bilan yuribman. Men ham shu ertaga indinga ketaman, xudo xolasa, O'zbekistonga. Borsing gaziga. Gaziga bosolmayapmiz-ku. Bebish chota silabilik qilyapti Sarvar aka. O'zi yordam bermasangiz bo'lmayapti. Ha, uni o'zi boqib, bizlar blogdan ochmay o'tiribdi-da. Ochtiramizda endi Uzbekga hozir men aytaman, kecha xo'p dedi. Bo'pti dedi. Endi uni ochish uchun efirda ochish kerakmi? U efirda Model. Model uchun. Model uchun ochiq turish kerak. Endi hozir qarang, undan 8 degan bo'ladi-da biga. Aha. Любой bironta gruppa ochish kerak edi, gruppaga guruh qilish kerak edi. Nisa hammani olay guruh qilgan. Ha, to'g'ri aytasiz. Bo'ladi. Bebish bironta gruppa ochsangiz, gruppa ichiga ochiq oydin gaplashsa bo'ladi. Ha, olay gaplash. Bitta keyin hammaga gap so'z bo'lib ketmasin. To'g'ri. Cho'kdi deb boradi keyin. Bilgan bilib bo'ldi-yu, endi kimdan yashiramiz? Lekin biz yomon ish qilamiz deyotganimiz yo'q, Sarvar aka. Yomon ishmas. Yomon ish emasda, prosta deganim bizlar hech kim to'g'ri tushunmagan shu paytga ana Ravish. To'g'ri, bilaman u narsani, lekin men bunaqa baribir ana kommentariyaga yozgan video mana misol bor videolar, ana shuning uchun sal minus bo'lib turibdi shu narsalar. Shu narsa. Shu narsani endi misol uchun mana shu yerda hozir hamma ko'rib turgan bo'lsa ham farqi yo'q-ku. Bizga 36 ta odam turibdi. Masalan 5 kishidan boshqa 32 ta odam qarab turibdi-ku, например. Shularni oldiga aytaman, bizning niyatimiz harom emas. Bizning niyatimiz unaqa yomon emas, например. Bo'pti, u misol qiz bo'pti, u efirda nima qildi, nima qo'ydi. Masalan, men to'g'risini aytsam, unaqa
hamma narsasiga ko'z yumaman degan emas. Hamma narsa ishga qilgan ko'z yumaman, hammasini kechiraman degan emas. Lekin men aniq bilaman, Xudo xolasa, endi Xudo deb gapiray, yana bilmayman, lekin aniq o'zimni bilganim u qiz hamma bilan uchrashib, u yo'q qilib yurdi deb o'ylamayman-da. Shuning uchun addush bitta harakat qilib ko'ray, bo'ladigan bo'lsa bo'ladi, bo'lmaydigan bo'lsa yo'lni beradi. To'g'risi. Endi dalshim bo'lish temboli hozir u bir joyga ketaman deyotibdi, bilmayman qayerga ketadi. Lekin o'shandan oldin bitta gaplashib ko'rsinchi bebish, tembol bebish, men boraman, sovchiga boraman, ko'ndiraman dedilar ikkovlar ham. Ravush bir gap so'raydi. Sizni o'rtangiz nima uchun buzilib ketgan? Shuni ayting menga. Buzilgani yo'q. Men unga priложение tashladim, davay dedim, bo'ldi. Efirga chiqmaysan, TikTokka kirmaysan, bo'ldi. Men bo'ldi, endi yuraveramizmi mana shunaqa qilib deb. Endi men u qiz bilan yomon ishlaganim yo'q, yomon narsa bo'lgani ham yo'q. Prosto o'tirib choy ichib, yo'q bir ikkita ishlar bilan O'zbekistonga kelganda kutib olib videoga anaqa oldi-yu, ana O'zbekistonga milliy kiyimlar bilan shu narsaga men borib yordam berib, yo'q qilib yurganman, bo'ldi. Lish narsa yo'q. Lekin hamma endi har xil o'ylaydimi albatta. Lekin unaqa lish narsa bo'lmagan. Agar rostdan ham masalan tegsa, tegsin, tegmasa bo'ldi, yo'lni bersin, tamom. Misol, может быть uni boshqa millatga bermaydi. Men unaqa hammaga tegaman, hammaga unaqa qilaman deb efirda aytayotgani bilan, может быть hech kimga masalan O'zbekistonga bermaydi-da misol. Может быть beradi. Shuni bitta gaplashishim kerak men o'zi bilan. Ili bitta mana shu gaplashishimga mana shu masalan bebish ham misol u bilan yaxshi emasdir, siz ham uncha yaxshi emasdir sizlar. Shu bahona misol uchun Allohning yo'liga mayli yarashib olamiz demoqchiman-da, hatya bu yo'ldi. Tamom. Bu yerda boshqa maqsad yo'q. Unga borib yalinib, unga borib boshqa bir plan, harom narsa yo'q. Bitta oldidan o'taman bo'ldi. Masalan men agar xitriylik qilib yo'qsa men uni borib ham topib olaman men. Tushunasizmi? Men TikTokdan topganim uchun TikTokdagilar masalan shu bilsin, har xil bolalar bilan u yoqqa narsa yo'qligini. To'g'risi. Men u bilan strashni unaqa urushganim yo'q. O'tganda sal qizishib, sal nerv bilan bir ikkitasiga sal bir ikkita narsa aytib o'rganman. Endi ular ham insofi bo'lsa, shu narsani o'ziga olib qoladi. Agar olib qolmasam, farqi yo'q, luboxirga gaplashaveraman kim bilan bo'lsa ham. Lekin bu yerda hech kimdan qo'rqmaydi, hech kimga boshini ham egmaydi. To'g'risi-da, misol. Prosta mana shu gapdan gap chiqib, hazildan hazil chiqib, mana shu bebishdan o'sha kuni bo'ldi men sovchiga boraman deganiga, siz ham aytdingizki, bo'ldi bundan keyin men o'zim yaxshi videolar qo'yib, o'zim ko'ndiraman deganingizga shu narsa bo'lib ketdi-da. U masala bo'yicha gap yo'q. Men masalan ikkalaringizda agar anoyiz bo'lsa, ma'nosi yo'q, prosta. Yo'q, men uni действительно yaxshi ko'rdim aka. Yaxshi ko'rdim men. Yaxshi ko'rmasam men uni masalan qancha marta efirdagi narsalari bor-ku, men uni yolg'on deb bilaman. U roli shunaqa, nima deydi anu? Platformasi shunaqa bo'lishi mumkin. Sardorlar masalan qancha narsalarda kim bilandir uchrashadi, lekin o'shani olaman degan emas-ku, misol. Men uni prosta to'liq bilan olib, mana shu TikTokdan olib chiqib ham men uni xohlagan narsasini olib berishga aqlim ham yetadi, kuchim ham yetadi, pulim ham yetadi. Lekin endi u ko'nadimi, ko'nmaydimi, unasini bilmayman. Tushunasizmi? Ko'nsa, ko'nadi, ko'nmasa yo'lni beradi, tamom. Shtobi men bir marta konkret hamma oldiga harakat qilganimni dokazat qilmoqchiman. Bo'ldi, uni yolg'ondan o'ziga borib, u yo'q emas. Shunday. Siz boramiz, men boraman deb o'tiribman. Shu bahona masalan men ham ko'rib yuribman. Sizlar ham nima uchun undan xafa bo'lgansizlar, u ham sizlardan nimaga xafa bo'lganman, uni bilmayman. Xudo haqqi bilmayman. Lekin sizlar ham ular bilan mana yomon bo'lib yurishlarini xohlamayman-da, tushunasizmi? Nimagaki uni yaxshi ko'raman. Shuning uchun men shunaqani qilmoqchiman, bo'ldi. Biza yomon bo'lsin deb bilan ana chap bo'lib ketmaganmiz. Yomon to'ppa-to'g'ri ketmaganmiz. Mana shu uni miyasi boshqa. U men ana yomon qizlar men yomon bo'lsin deb shartdan ishlamayman deydi. Shartlar u ham misol eshitsangiz, u ham to'g'ri deysiz, lekin siz ham to'g'ri deb o'ylayman-da. Shuning uchun ikkita tarafda men uni qilib qo'ymoqchiman, bo'ldi. Shu masalan hammasini mana shu rovna qilib qo'ymoqchiman. Tamom, boshqa yoqdan maqsad yo'q, hech qanaqa. Mana o'sha hamma 70 ta odam eshityapti.
Bir 70 ta odam degani ko'zim 70 taga tushib ketdi. To'g'risi. 70 ta odam mana ishlayapti gapimizni. No'xtir gapiraman Sarvar aka. Bega odamlar oddiygina qaraydi-da, lekin endi bunday pul masalasi, mayli bu odam endi pulini mallat qilish uchun emas, agar kimgadir agar ko'chadagi bir normal oilaga yo normal birorta qizga shuncha xarajat qilganga to'y unasini boshqanisi ham qilib olgan bo'ladi buncha pulga. Qaysi odam? Siz? Ha, yo'q, to'g'ri. Men endi u qizni o'tgan kun ham aytdim. Men aka yolg'on gapirmayman hech qachon. Men u bilan o'sha boshida sal mana shu yana bir marta aytay, endi kimdir yomon tushunishi mumkin. O'sha yerda men birinchi marta buni kirib ko'rganimda, men shunaqa borishim kerak. Operatsiya bo'lganimga 6 oy bo'ldi, lekin 6 oyga kel degan, biroq 8 oy bo'lib ketdi. Deganiga 2 oydan beri bora olmayapti deb yordam berdim. Lekin men unga unaqa yomon narsaga o'tganda Sardorim aytayapti, gentleman ekan u. Unaqa ekan, men bilardim deb. Yo'q, u paytda unaqa maqsad bo'lmagan. Umuman unaqa yomon sevgi u yo'q bo'lmagan. Xudo yo'liga bo'lgan. Undan keyin hamma narsani bilasiz-ku. Misol, sekin hamma narsa sekin asta bo'ladi. Keyin uje mehrim tushib, men uni ko'ryapman. Masalan, TikTokda ko'ryapman boshqa, hayotda boshqa-da, to'g'risi. Sekin men shunaqa narsa, misol uni uchrashib choy ichganimiz bilan hamma yomon narsa bo'ldi degan emas u. Mayli kim nima deb o'ylaydi, o'zi bilan. Agar men u bilan yomon ish qilganimda, значит boshqa bilan ham yomon ish qilgan deb o'ylardim. To'g'risi. Shuning uchun mayli kim nima deydi desin, men mana shu agar ko'nsa, mana shu qizni men konkretni olib, to'g'ri, masalan, konkretni men baxtli qilmoqchiman. Bo'ldi. Agar top desa, meni bitta gapimni eshiting, mayli siz xafa bo'lsangiz ham e'lon qilib aytib ketay. eshitaman aka. Sardor, bir Sardor bo'layotganimizda mana shu kechaki kunga doğru harakat qilib keldi-da Sardor masalan. Sizda ham bu masalan siz ham o'rtaga padar ko'rgansiz, boshlagansiz. Shu kunga doğru Sardor ham harakat qilib keldi-da. Men demoqchi bo'lganim, Ravish foydasi yo'q. Yo'q. Nima qaysi jihatdan foydasi yo'q? Umuman foydasi yo'q. U sizga boqib sevgi, pivgi degan narsa unga umuman qarong'u unga. Men 85 ta odam aytaman. Unga sevgi yo oila qurish degan narsa unga umuman qarong'u. Agar haqiqatdan ham sevish boshqa bo'lganga Sardor bilan haligadir baxtli bo'lib ketgan bo'laydi. Endi yana bitta narsa-da, mayli gapingizni aytib bo'ldingizmi, eshitmayman yana. Ya bo'ldi, ayting. Ayting. Endi u Sardorga qanaqa ko'ngil bilan qaragan, nima maqsad bilan uchrashgan, uni men bilmayman. Uni ichini tolqa Alloh biladi bo'ldi. Lekin men u qiz bilan gaplashib, savol berib, javobini olganman-ku, misol uchun. Shuning uchun men u narsani yo'q deb bilmayman, sizning gapingizga qo'shilmayman. Потому что men u bilan bir marta ochiq shunday bitta narsani ochib ketdik. Nima haqida guruh qilgansiz? Haqiqatan sizlar o'rtalaringizga bir narsa bo'lganmi? Yo'q, hech narsa emas, faqat mana shu faqat sevgi haqida men olaman, tek menga olaman deb kelgan. Yo'q. Gap eshitib turing. Men sizda o'rtalaringizga deganimga bir-birlaringiz bilan bir narsa bo'lgan deyotganim yo'q. Haqiqatan ham sizlar bir-birlaringizga saglasin bo'lganmisizlar, sevishlaringizga bir-birlaringizni? Endi u qiz bo'pti, xo'p 100% rozi bo'lmagan, lekin shunaqa rozilik alomatini keltirganda, tushunyapsizmi? Rozilik alomatini keltirgan. Shuning uchun men akansovkasini bilmoqchiman. Akansovkasini. Mana hozir shuncha odam hozir ham yozishyapti. Birinchi xotinlikka olasanmi, shuni ham kiritib o'tib keting-da. Meni xotinim yo'q deb aytdim o'tganda ham. Mana hozir yozishyapti-da. Yozaversin, o'tganda o'zidan o'zi men sizga ikkinchi xotinlik ko'ndirib ber deb aytdim, Allohga qarab ayting. Sizga aytdimmi shu gapni? Yo'q, aytganingiz yo'q menga unday. Mana shu yerda hammasi kommentariyga yozgan ikkinchi xotinlikka shuni ayting deyapti. So'rabdi, yo'q debdi deb. Menga xotinim yo'q, xotinim bo'lsa nima qilaman men xotinimni? Ravish bir gap aytaman, yana ham bir gap aytib ketay sizga, mana shuga. Agar u haqiqatan mana shu narsangizga rozi bo'lsa, balki chaqiramiz. Agar rozi, u gap unga emas, rozi bo'layotgan odam siz uni majburlab rozi qildirolmaysiz, masalan. To'g'ri, ha? Bo'layotgan odam biz mana shu yerga chaqirmoqchimiz uni.
Kesin mana shu ishni gurum qilyapsiz. Kelmaydi u, kelmaydi. Yo, endi u hozir xafa bo'lib yuribdi, damandan ham tushunasizmi? Kelmaydi. Nimaga xafa bo'lganini o'zi bilmaydi. Xafa bo'lib yuribdi. Prosta bebish bir og'iz borib, mana shu bir og'iz Boraman. shu gapni aytsin, Boraman. qani nima deydi? Ha, boraman deyapti bebish. Rozi Bir bo'lsa oz ham oldin bo'lmasa o'tay. ham. Hech kimni majburlash yo'q. Tushunasizmi? Men prosta чтобы men bekorga ne za что men mana shuni oldiga kelib, men prilagat qilmaganimni ko'rsin. Ko'rsin, bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Ko'nish ko'rmaslik o'zini biladi. Va alaykum assalom. Ravish, sizga bitta savolim bor-da. Aha. Ravishni bir 4 oymi, 5 oymi oldin o'sha nimaga multikka podarka ko'rgan paytingiz uyda bola chaqam bilan o'tiribman, mana deb ko'rsatdingiz, eslaysizmi? Ha, eslayman. Eslayman. Men uni o'tgan kuni efirda bebishni oldiga Sarvar aka oldiga aytdim men o'sha yerga. Buni Xotini emas edi. Sarvar aka o'sha payt bildim, uni xotini emasligini bildim dedi-yu, men u xotini emas edi u. U qaysi erkak xotinning oldiga shunaqa gapira oladi, qaysi erkak unaqa shunda do'st bor. maqsadingiz bo'lsa, bu TikTokda o'sha shu gap so'z bo'lib ketgandan ko'ra tinchgina mana bu Sarvar aka aytganidek Telegram gruppami, WhatsAppdami ochiqcha gaplashib olishga. Bu yerda shu kerak emas. Hozir kimdirlar bu yerga kirib o'tirganlar ham bor, kimdirlar kontent uchun tema qiladiganlar bor. Kerak emas demoqchiman. Endi to'g'ri aytasiz. Endi u bunaqa videoga sinimat qilib bu gaplarni videoga chiqaradigan odam bu Xudodan qo'rqmaydigan odam. Bu yerda bir kontent uchun, ya'ni bir aktiv ko'tarish uchun hech kim o'tirgani yo'q bu yerda. To'g'risida. Men bu yerda kelib aytayotganimning sababini aytdim. Mana shu Sarvar aka ham, mana shu bebish ham undan xafa bo'lgan joyi bo'lsa kerak, u ham bularga xafa bo'lgan joyi bo'lsa kerak, bilmayman. Lekin ko'rishim bo'yicha har xil masalan videolar, ili kommentlar yoziladi-da, например. Men uni urushib, talashib, ili davay unaqa qil, bunaqa qil deb aytmayman. Bular bitta o'sha borib, bitta shuni nima qilaylik, bo'ldi deyman. Ertaga u ham, bular ham bir-biridan xafa bo'lib yurmasin deyman. Endi o'rtagiz bularning o'rtasiga nima bo'lgan bilmayman. Keyin может быть gaplashib oladi bir-biri bilan. Lichkasiga gaplashib oladi может быть. Nima bo'lganini. Kechirim so'raydi bir-biridan. Может быть kechirim so'raydi. Shu meni maqsadim bu yerda. Shu bora mana o'zi oxirgi gaplashimni, gapimni bunga aytib olaman bo'ldi. Ili u yo'qlik, ili bu yo'qlik. Tamom. Mana shu joyga kelganda xullas. Tushundim sizni ham. Mana shu joyga kelgan, tamom. Endi bir narsa deganda Ravish bilan xafa bo'lmay, bir vaqtlar aj multikda sardoruchi harakat qilib yurganmizda, endi hozir masalan sizga harakat qilish kulgili bo'lyapti-da, odamlarga boqa kulgili ko'rinyapti-da hozir. Yo'q, aka, ana shu shayton ana shu narsa. Tushunasizmi? Siz misol uchun ikkita misol odamni bitta qilib, misol harom yo'lga chorlamayapsiz-da. Siz o'sha narsani o'ylayotganingiz kulgili, ila ertaga mana shuncha yomon ko'rib, ila shuncha narsalar nima bo'ladi deyotganingiz ana shu shaytonning nimasi. Tushunasizmi? Siz bo'pti, Alloh yo'liga kechiring, bo'ldi. Siz u qanaqa qabul qiladi, u to'g'ri qabul qiladimi, yana kibr bo'lib turadimi, uni iymoni uni. Tushunasizmi? Lekin kecha mana bebish siz aytdingiz-ku, bo'ldi. Efirim nimani blokini ochsin deb rozi bo'ldi dedingizmi? Nima dedingiz? Endi u ham ona tuqqan, u ham odam misol uchun. Endi cheres uchun mana shuncha narsani ko'rib turib, men shu uchun efirga aytayotganim shu, u ham eshitsin nima bo'layotganini. Qaysi tarafdan noldan chiqib kelayotgani, bu ish, bu gaplar o'zidan o'zi kelmayotganini bilib, shu narsani bilib, agar adboy bersa, men unga gap bo'lishi mumkin va qo'limni ko'taraman, ketaveraman, bo'ldi. Tushunasizmi? Ravish aka qarang, bu yerda hech qachon u bir narsa deb aytmagan multikda, uni o'chi o'zlaringiz borib, ko'rishib gaplashganlaringiz ma'qul yoki qarang, Ali Banat, bu tema TikTokda bo'lib turgan temami, shu yerda hal qilinadi bu. Tushundingizmi? Bu chiqmaydi. WhatsAppga, Telegramga chiqmaydi multik. Men bilaman, hozir chiqmaydi. Men borga qarab, bitta narsani aytay, hozir tiyomni borilsa, ertaga misol uchun u ham A'ni bilmaydi, B'ni bilmaydi, maytga nima bo'layotganini bilmaydi-da. Misol adboy berib olib, ertaga gap ko'payib ketishi mumkin. O'zimga, lichkamga keldi, misol men lichkamga yalindi, ili unaqa qilindi deb. Agar mana buncha gapdan keyin borilsa, u adboy berilsa, mayli o'zi biladi u. Hamma biladi u nima uchun borilganini. Bu yerda misol bir boshqa yomon maqsad yo'qligini hamma ko'rib turibdi.
Yo, men aytmoqchimanki, bu yerda bu efirda hech narsani gapirmaydi u qiz. O'zini shunaqa ko'rsatib o'tiradi, gapirmaydi demoqchiman-da. Yo, bu yerda masalan bularni borib nakalina o'tirib kechirim so'rab deyotgan hech kim yo'q aka. Prosto boradi. birga Mana shu aytaman. gapni aytiladi. Odamni noto'g'ri tushunmaylar, kim yuqoridan kim kuzatib o'tirgan bo'lsa ham noto'g'ri tushunmaylar. Multik shu narsani xohlab o'zi quyida ishlamasanglar, o'sha videolarni qo'ydi. Men bu narsani borku, Sarvar aka gapiz og'zida bir o't bitta gapiray. Men borku, mana shuni maqsadga kelganim bundangacha maqsad yo'q edi. Mana shu menga bitta gapi nima? Yo'qdi, sevdim deb yozdi-yu, to'g'rimi? Yo'qdi, sevdim, bizlar juda ham yaqin odam bo'ldik degan gapi uchun men mana shuni qilyapman. To'g'risi. Agar shunaqa deb yozmaganida men bu akam aytgandek lichkasiga o'zim gaplashib, ili vaqti qo'yib yuborardim, bo'ldi. Multikdan hech kim so'ramadi-ku o'sha paytda ham. Hech kim Ha? hech nima Nima uchun so'ramagan, urishdik? o'zi Biz bir qo'yib sababi yo'q, biz katta urushib bir moshni bunaqa urushib men uni tashlab ketganim yo'q. U shunaqa yig'lab mana shunaqa deyotgani uchun men nimaga unaqa darajada ochiq qilib yubordi o'zi. O'zi ochiq aytib yubordi-da, lekin javobini ola olmayapti deyapman. Tushunasizmi mendan? U TikTokni ochiq qildimi? Bo'ldi. Men ochiqchasiga boramiz, taklif qilamiz, yo'qsa yo'qadi, yo'qmasa o'zi biladi. Tamom. Bitta misol uchun birga aytaman. Mana shu narsa shunday harakat qilamiz. Ana endi masalan endi men harakat qilib sizga gaplashtirib qo'yaman deganim yo'q. Yo'q, kanishni aka. Ko'rasiz, Yo'q, harakat ko'rasiz. Agar o'sha narsaga ana bo'lmasa, men sizga keyin bitta gapim bor-da, keyin. O'sha gapimdan tushunib olasiz nima uchun. Bo'ldi aka. Faqat bitta narsani shuncha odamning oldiga aytaman. Lekin mana shuncha odam endi borib yetkazadi-ku unga. Например, bittasi mana shu 100 ta odamning ichida bitta bordi, 99 ta unaqa odam bo'lmasa ham. Borib yetkazganda ham mana shu yomon videolaringizni borku, Alloh uchun shuni olib tashlang aka. To'g'risi, men sizga prikaz emas, unaqa bo'yish nima emas. Olib tashlang, shuni boraylik, aytilsin, bo'ldi. Ko'nadimi, ko'nmaydimi o'zi biladi. Tamom. U o'sha gapi uchun men bitta harakat qilgan bo'laman. Mana Bebishni oldiga, sizni oldiga, boshqalarni hammani oldiga u narsa prosto tak aytgan gapi qolib ketmasin demoqchiman. Tamom. Men video masalan olib tashlashdan aniq qilmayman men, chunki bo'ldi. Multik bir vaqtlar borki, video olish uchun bo'lsa, bir vaqtlar meni bilasizmi, necha ming prosmotr, necha ming laykim bilan multikni videolarni polni o'chirib tashlaganman. Ha. Bo'ldi, Sarvar aka, men to'g'ri aka, men sizni qanaqa odamligingizni primerna uj bilyapman. Bebishni ham misol uchun, boshqalarni ham. Bundan keyin bo'pti, men oram qanaqa bo'ladi, buni bir Alloh biladi. Agar Alloh bitta qilgan bo'lsa, 100 ta odam aralashib ajrashsa ham bitta bo'ladi. Agar Alloh bitta qilmagan bo'lsa, siz emas, Bebishni ham 500 tasi ham borib yalinsa ham bo'lmaydigan ish bo'lmaydi. Lekin sizlar blokda turibsizlar, blok ochilib, yarashib bo'ldi, sizlar rano bo'lib ketinglar demayman. Prosto blokdan ochilsin bir-birlar bo'ldi. Siz ham uni kuzatmang, u ham sizni kuzatmasa ham mayli. Lekin prosto shunaqa yomon kommentariylar o'rtalarga yurmasin, bo'ldi. Tamom. Men uni bopchiqa вообще agar adboy bersam, men umuman uni efiriga ham bormayman. Men umuman TikTokdan ham yo'q bo'lib ketishim mumkin. Kirsam ham boshqa odam kirishim mumkin. Misol. Bo'ldi, tushundim. Mana shu aka, bu yerda mana 100 ta odamning ichiga aytaman, hech kim berga hech kimga o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Hech kim hech kimga bosh egmaydi. Lekin bu yerda bitta harakat, tamom. Qarang, Ravish aka nima xohlayapti? Yarashsa ham, yarashmasa ham multikni orqasidan gap bo'lmaslikni xohlayapti. Ha, to'ppa-to'g'ri. Demak, men yaxshi ko'rdim uni. Tamom. To'g'risi. Men qattiq sevibsiz, Ravish. Ya, aka, men aytaman-ku, qattiq sevish u yo'q, endi o'zimizni ichimizga, o'zimni ichimga. Prosto bordi aka, masalan, men kommentariyani o'qiyman-ku, mana bu yo'l birovda yomon gapiradi, uni menga ham alam qiladi aka. Tushunasizmi? 100 ta ochiq odam kuzatib o'tiribdi, men gap qilmayman deyman. Odamlar borki, shunday bittagina tarafini ko'rib qolsa borki, risk bizlarni qo'shib gapiradi-da, men keyin asabim chiqib ketadi-da, risk bizlar qo'shib kommentariya yozadi. Sarvar, Bebish, mana ko'rib qo'yinglar degandan keyin meni undan battar nerim chiqib ketadi-da, spesialni yana nevrisiga tegish uchun men spesialni video. Buni men o'zim bilaman-ku, mana qarang, hozir bittasi aytadiki, negativchilarga Xudo berdi deydi, misol uchun. U hammasi sizlarga kelib taqalishi mumkin, lekin u sizlarga aytilmagan bo'lishi ham mumkin, misol. Lekin o'sha yerda yarilishilib, o'sha neytralkada qo'yib qo'ygan bo'lsa,
gap egasini topadi bo'ldi, misol uchun. Ne? Man o'sha bilan bittaman. Bebish hozir 100% aniq bildi. Man o'sha bilan bir bo'lmasam ham, bir bo'lsam ham, prosta uning orqasidan har xil yomon gap so'zlar bo'lmasa bo'ldi. U man yana bir marta aytaman, TikTokda masalan battle'ga masalan nima deydi? Jelaniyadan o'ynash deydimi? Jelaniyadan o'ynab bir narsani qilmasa bo'ldi. U mayli u TikTokdan olib chiqa olsam, olib chiqa olaman, olib chiqa olmasam dalish yuraversin TikTokiga. Lekin mana shu nima deydi? Ana shartdan o'ynasa, men rozi emasman, to'g'risi. Men unga uslovga qo'ymayman. U o'zini hayoti bor, o'zini akasi bor, o'zini unga xo'jayin odamlari bor, misol uchun. U o'zi xo'jayinlik qilaversin. Ertaga ularda o'zi qanaqa nima o'zi biladi. Lekin masalan menga rozi bo'lgandan keyin, masalan men unga aytadigan gapimni aytaman, o'sha men aytgandek bo'ladigan bo'lsa bo'ladi, bo'lmaydigan bo'lsa dalshi men ham kunimni ko'raveraman, u ham kunini ko'radi. Siz ham ko'raverasiz, hammasi ko'raveradi. Rosh, sizga bir gap aytaymi? Haqiqatdan ham siz o'shani olaman deyotgan bo'lsangiz, ne bir og'iz oldidan shunday o'ting, shunday Qozog'istonga boring, shunday reski to'yini qilingda, shunday olib keting. Yo'q, shuning uchun bitta sizlar mana bebish bitta bebi sizlar emas, mana bebi shuni borib o'shaning sir bir og'iz aytsin, u shtobi bilsin, mana shu через uch bilyaptigandir balki. Bitta shtobi bilsinki, shtobi u o'yin emasligini. O'yin emas bitta. Tamam, men o'zim qanishna endi hamma narsani men через TikTok qilmayman-ku. Bu yo'g'i o'zim boraman, ili может отбойni bera olaman, ili darshi ketaveradi. Ya'ni bunaqada TikTokdan chiqasan, unday o'tirsangiz, masalan, Sardor Yo'q, uni men o'zim gaplashib olaman uni. O'zim gaplashib olaman agar nima bo'lsa. Qarang, Sardor ham yaxshi ko'rgan. Boshiga shunday ana bo'ldi. O'rtaga bu auditoriya ichiga yuribdimi, baribir o'rtadan aylanayotgan odam bo'ladi. Albatta, albatta. Unga ham lichkasiga maslahat berib, ko'nma, endi shuncha yomonladi, u yoq bu yoq deb degan odamlar ham millionta bo'lsa kerak, endi bilmaymiz-ku bizlar. Sizga ham aytsa kerak, nima qilarding shuncha misol uchun deb, например. Hammasi shaytonning gapida u. Tushunasizmi? Xuddi shunday. Ha, hammasi shaytonning gapi. Men yana bir marta aytaman, hech kim betda, hech kimdan qarz joyi yo'q, hech kim hech kimga bosim o'tkaza olmaydi. Prosta Alloh yo'li uchun mana shu ish bo'ldi. Tem bo'lib bebish boraman deb turibdi. Bora. To'g'rimi bebish? Ha. Boraman deyapti. Ko'nsa ko'radi, ko'nmasa yo'lda beradi. Tamom. Ko'nsa men gaplashaman u bilan, ko'nmasa men bo'ldi. Umuman telefon ham qilmayman, yozmayman ham, hech narsa qilmayman ko'nmasa. Tamom. Eli o'zi aytadi, bo'ldi, men o'zim kelishib olaman, eli o'zim gaplashib olaman deydi. Endi baribir aytadi nimadir. Bir narsa deydi-ku ham. Urushib, bir narsa qilib, beobro qilib borsa, значит u 100% yebeti ochiladi agar mabodoga. Ha, maylida. Endi biz shu boshidan shularni bir videosini taxlaganmiz, shuning uchun bu to'g'ri taraf bo'lsa to'g'ri tarafini chiqarganmiz, noto'g'ri taraf bo'lsa noto'g'ri tarafini chiqarganmiz. Xursand qilganmiz uni vaqtiga. To'g'ri. Endi masalan bundan keyin aka shu Alloh yo'li uchun, Alloh roziligi uchun mana shu narsasi yoqmasa, efirda ayta olmasa, ili videoga tarqata olmasangiz ham, ili kommentariy yozmasangiz ham, hech bo'lmasa o'zini lichkasiga yozasiz. Agar Alloh yo'liga yaxshi ko'rib shu narsani uni shu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lsangiz, lichkasiga yozasiz. Ey, men unaqa qilma, bo'lmaydi deb. U ham fikrini aytadi sizga, bo'ldi. Tamom. Misol uchun. Meni iloji boricha men umuman blogdan chiqarmasinman aka. Ey, mana shu gaplaringizni qo'ying endi aka. Men shuni deb boka xotinim bilasizmi? Halovatim buzilgan boka, xotinim Xudoga shukr qilar, shu bilan umuman bitti ko'rmas bo'lib ketgan. Nimaga? Lubay xotin kishi rashk qiladi-da, ya. Xo'p, siz u bilan sevishganmisiz? Sevishmaganman, prosta endi nima rashk qiladi? Video qo'ygan. Videolar taqdim yurganimcha. Ha, shu qo'ymangda siz ham endi video. Ya, endi qanday video? Endi masalan Sardor bilan ikkalasini videosini qo'yib yurayaptimi? Shundan rashk qiladi. Bo'ldi, xudo xolasa bundan keyin faqat hamma yaxshi bo'lib yursin deyman-da.
Men unga masalan borki, Ravish to'g'risini aytaman, BTSga olib aytaman. Men u bilan kak plajini boshiga kak plajini yozishib yurganman. Men g'arazga niyatim bo'lmaganda yoniga ham yaqin bo'lmaganman-da, masalan, o'sha g'arazlikda yoniga ham atrofiga ham yaqin bo'lmaganman-da. Men shuni bilib turibman aka. Xuddi o'zim singlimdek ko'rib qolganman shuni. Ha, men shuni bilib turibman. Shuning uchun aka men sizni kommentariyangizga yozib, lichkangizga yozib, urushib, talashib yo'q emas, lekin shu narsa menga yoqmasa ham ochiq mana telefon mana shuna guruh nimaga chiqib men hammani oldiga aytaman. Aka, men uni ertaga men bilan bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q, lekin orqasidan yomon lishni kommentariya bo'lmasligini xohlayman. Shu. Men multiklar bilaman, men unga yolg'ondan bitta narsa bo'xton qo'yib, uni yomonlashim emas. Men prosta qo'ygan narsalarim hammasi o'zini qilgan narsasini shunday ko'rsatib qo'ygan. Bo'ldi, boshqa men o'zimdan bo'xton qilmaganman hech narsaga. Shuning uchun bitta nima qilaylik, tamom aka. Mayli, men aytdimki, Alloh uchun shu yomon nimalarni siz gapingizni tushundim, siz uni yaxshi ko'rasiz, olish niyatingiz bor. Bo'ldi, boshqa gap kerak emas. Olmasam ham undan keyin ham yomonligim ham yo'q. Bo'ldi, men ololmasam ham to'ppa-to'g'ri mana shu gap. Tushunarli. Bo'ldi aka, addish rahmat hammalarga. Marosh, sog' bo'ling. Rahmat. Bo'pti, mayli. Endi kimga